Assalomu alaykum, o'zim azizlarim, charchamayapsizlarmi? Mana bugun sizlarga yana bir navbatdagi hovlimizni obzorini qilib beraman. Demak, qadrdonlar, sizlarga tavsiya etilayotgan ushbu xonadonimiz Namangan shahar markaziy hududlaridan, ya'ni Do'stlik akademiya litsey ro'parasidan kirasiz. Barchamizga ko'cha tilida aytganda Lada servisi shunday orqa tomondagi ko'chada joylashgan. Umumiy maydoni ozmoz 4 sotuvga yaqin ekan. 4 sotuv deb yuritaveramiz. Ozmoz kam bo'lishi mumkin. 4 sotuvli 6 xona hozirgi kunda yashab turilgan xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Demak, qadrdonlar, ushbu xonadonimiz zudlik bilan sotilar ekan. Tashqi tomon ko'rib turibsiz, umumiy aholi istiqomat qilib turgan 3 ta 4 ta tomonlama lokatsiya bilan bemalol kirib kelishga mo'ljallangan ushbu xonadon. Mahallalar asfalt, aholi shundoq istiqomat qilib turgan, kommunikatsiyalar ham dahshat, gap bo'lishi mumkin emas, lokatsiya zo'r. Demak, qadrdonlar, ushbu xonadonni birgalikda aylanib tomosha qilib, kerakli ma'lumotlarga yo'llikka ega bo'lib boramiz. Demak, azizlar, ko'rib turibsizlar, umumiy xonadonimizga tashrif buyurgandan keyin bu tarafda alohida bitta yakkaxonamiz tashkil etyapti. Ichki holatini ko'rib turibsiz. Umumiy xonadonimiz o'zbekona xonadonlardan biri. Ichiga arziy suvoq patologlari o'z vaqtida juda ham moda fasonda bo'lgan ponerlardan tashkil topgan ekan. Umumiy yakkaxona, mehmonxona qilsa bo'ladi. Bu tomon esa uy dariza ekan, qadrdonlar. Hozirgi kunda har bitta xonadan foydalanib kelib turilgan. O'rtada alohida bitta yakkaxona tashkillashtirib qo'yilgan. Bu xonalarimiz ham ichki qismi arziy suvoq patologlari paneldan tashkil topgan va albatta buning yonida o'zbekona oshxona, bemalol oshxona o'zida ham o'tirib ovqatlanib mana shu yer o'zida basar topsa bo'ladi. Va albatta bu tarafi alohida uy dariz, ichki holatlarni ko'rib turibsizlar. Holati yaxshi, hozirgi kunda yashab turilgan, ichida alohida sanuzuli bor. Bu tomonda esa tashqi tomonga foydalanish uchun umumiy akfa qoplamasidan kirganingizdan keyin hojatxonasi va hammomi bu tomonda ham tashkillashtirib qo'yilgan. Umumiy ikkita hammom bor ekan. Albatta, hovlimizni ko'rib turibsizlar, sahnasi umumiy stashkadan tashkil topgan, uzum surtoqlar qilib qo'yibdi. So'z o'rnida aytishim mumkin, qaysidir xonadonda mana shunaqangi uzum surtoq shu xonadonda ham baraka bo'ladi deydi qadrdonlar. Kimda kim ushbu xonadonni olsa, mana shunaqangi barakali bo'lishini tilab qolaman. Demak, qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, yashab turilgan, to'g'ri, ozmoz kosmetika ta'mirlash lozim bo'lishi mumkin. Bu yerni lokatsiyasi, holati, kommunikatsiyasi zo'r bo'lgani uchun achinmasdan oladigan joy edi. Umumiy xonadonimiz zudlik bilan sotiladi, qadrdonlar. Wi-Fi tarmoqlari tortib qo'yilibdi. Gaz, suv, svet tarmoqlari hozirgi kunda tayyor faoliyatda. Eng asosiysi qishki mavsumda gaz masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'ta og'ir sovuq bo'lib ketsa ham, to'r komfortli gazda ham bemalol ovqatlarni qilib foydalansangiz bo'lar ekan. Mana bu uy dalizimizni tag qismini podval qilib qo'yishgan, so'z o'rnida aytib qo'yish kerak. Qo'shimcha ombor sifatida foydalansa bo'ladi. Ushbu xonadon sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, o'ylanib ikkilanib o'tirishga hojat yo'q. Ekranda qo'yilayotgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, xonadon egalari bilan bog'lanib, bemalol sotib olish imkoniyatiga egasiz. Xonadonimizning narxi albatta sizga qiziq bo'lishi mumkin. Qadrdonlar, ushbu xonadonimizning hozirgi aytilayotgan narxi $95,000 deyilyapti. Yana oz-moz sunnatiga o'tib beradigan joyi bor. Albatta, siz bu holatni ko'rib turib qimmat deyishingiz mumkin, lekin bu yerlarni hattoki quruq yer narxini ham bilasiz, o'ta qimmat yuradigan joy. Har tomonlama bu yog'i Industrial texnikum, ya'ni vokzal yo'nalishidagi Kallesh tomonga bemalol chiqsa bo'ladi. Bu tomon esa Guliston zapravka tomondan chiqib borsa bo'ladi. Bu tomonni mana ko'rib turibsiz, hozir kelgan yo'limiz Lada servisi shunday yonidan kirib kelsa bo'ladi. Har tomonlama lokatsiya udar. Maktab yaqin, savdo do'konlari yaqin, bemalol maza qilib bosib oladigan joyda. Azizlar, demak ma'qul bo'lgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qadrdonlarim, o'zim shedrilarim. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar hali oldinda.